Qarzingni ber nomard, shuncha narsang bor-ku. Mibam hech nima qila olmaydi. Bularning hammasi xotinimning nomida. Siz undiruvni qarzdorning eri yoki xotini nomida bo'lgan mulklarga qaratishingiz mumkin. Buning uchun siz er-xotinning umumiy mulkini bo'lish va qarzdorlikni ushbu ulushga qaratish bo'yicha fuqarolik sudiga murojaat qilishingiz kerak. Ha, yana sudlashga to'g'ri keladi. Qonun talabi shunday. Sud ishni yakunlanmaguncha mulklarga taqiq qo'ydirasiz. Sud da'voni qanoatlantirib, mulklarning yarmi qarzdorniki ekanligini tasdiqlaydi. So'ng Majburiy ijro byurosi ishga kirishadi. Mulkning yarmini baholatib, uni sotib olishni xotinga taklif etadi. Agar taklifga rozi bo'lmasa, to'liq mulk auksionda sotiladi. Tushgan pulning 50% xotinga to'liq qaytarib beriladi, qolgan pulni esa sizga berishadi. E'tibor bering, siz undirmoqchi bo'lgan mulk ular ZAGSda bo'lgan davrda sotib olingan bo'lishi kerak. Agar mulk xotinga hadya yoki meros tariqasida o'tgan bo'lsa, sudda yutkazasiz. Qarzdorning umumiy mulklari haqida ma'lumotlarni MIB xodimlari ko'rib berishi mumkin. Bir narsani unutmang, bu usulni qarzdor yashayotgan yagona turar joyga nisbatan qo'llay olmaysiz. Videoni haqdorlarga yuborib qo'ying.